SMT bor, double push model bor, CRT bor. Bak hammaga assalomu alaykum. Yerlar charchamadinglar, qanday bo'linglar? Qo'mishni o'tkazib oldik. To'g'rilasa, aktivniy trade qilamiz bugundan boshlab. Boshladik. Qo'mish qanday chiqdi o'zi? Da o'zgarishsiz qoldi, 75. Tak. Kecha nima ko'rgandik? Kecha yo'nalish bo'yicha mana bu beklesiyati bo'yicha tushib ketsa kerak deb kutuvdik. Agar kutilganidan past chiqqanda yaxshi bo'lardi bizga. Atak mana bu IFVga gapni buzmabdi, harakat boshlangan. Keyin qaranglar, men yana bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Double push modeli shakllangan. Ya'ni nima degani? Bugun Kindle'da yo'lni tasavvur qilib turinglar. Mana. Narx seshanbani lovi sell stoplar olingan. Sell stoplar olingandan keyin narx chiqib buy stoplarni yechgan. Sell stop, buy stop bo'lib endi sellga yurishimiz kerak. Plus SMT bormikan, yo'qmikan? Tak. Olinganmi, olinmaganmi? Aytganimda, sell stop, buy stop, double push model shakllangan. SMT bor. SMT kichkina bo'lsa ham, mana dushanbani high olingan. Kumushda ko'rsataman. Dushanba olinmagan. Logan kichkina bo'lsa ham. Double push model bor. Endi nima kutsa bo'ladi degan joy. Chirib tashlaymiz. Katta ehtimol bilan mana bu endi hali yopilishga bor ekan. Bu yopilsa, London sessiyada ochilsa, ana shu Kindle FVGga chiqib berib o'qishi mumkin. Yoki daily template bo'yicha ochilib pastga yurgan. Londonda to'g'ri keladi. London ko'tarib yana New York o'qishi mumkin. 1 soatlik time frame. Kartinka yaxshi. Ancha tushunarli kartinka bo'ldi. Yo'nalishlarimiz aktual. Sell side. SMT bor, double push model bor, CRT bor. Zo'r. Endi kirish qanaqa bo'ladi mendan so'rashdi. Xo'p. Abi FVga, IFVga kelsa riskovanniy kira olmaymiz-ku. Narx FVga kelgandan keyin M15 time frame'ga tushamiz-da, CISD kutamiz. Qanaqa bo'ladi CISD? Bilmaganlar uchun, ma'lumot uchun. Oxirgi misol uchun buy yurgan Kindle'da sell Kindle'da tanasi bilan buzib o'tgandan keyin entry qilinadi. Mana bunaqa entry. Ashadada mana buzib o'tilgan joyga qo'yiladi, highga qo'yiladi, lowgacha kutiladi. Kirish shunaqa bo'ladi. Tushunarliroq bo'lishi uchun aytyapman. Xullas, shunaqa gap o'rtoqlar. Hammaga rahmat.